dam solsangiz bo'ladimi hozir? Yo, men hozir soat 7da efirim bor, 1 soatdan keyin men tomog'im ko'tarmaydi ko'p o'qisam. Hozir 50 minutdan keyin boshlaymiz. Bo'ldi, hozir o'sha 50 minutdan keyin biz ham qo'shilsak bo'ladimi yo iloji yo'qmi? Yo, общий eshitaverasizlar. Hammasi eshitaveradi. U обязательно qo'shish shart emas. Hamma butun dunyo eshitaveradi. Suv qo'yib qo'yasizlar, boshiga qo'yasizlar. Uxlatadigan dori berib turib, ukolmi bo'ladi-yu, uxlatib qo'ygandan keyin nima yaxshi dam olib qoladi. Efir ham eshitadi ekan, lekin efir iloji naushnikda eshitsin. Foydasi yaxshiroq bo'ladi. Uxlatadigan dori Koreyada muammoda, uxlatadigan dori. Men bilmadim uni. Sizlar o'zlar bir kelishma qilib olsanglar, agar bo'lsa, yo'q bo'lsa endi boshqa iloji yo'q. Hozir bu bola bitta yaxshi o'qimaydi bu bola. Qora aka, bu bola sehr bor deysizmi? Jinnilik sehri bor ekan, bir narsa ilashtirib olgan o'sha yerda. Kuchayib, ikkosi teng kuchayib ketgan. Bir-biriga urilib ketgan. Bir gaplashib ko'rmaysizmi bu bilan? Yo'q, bu bolani jinni paka gapirmaydi-da. Nimalardir gapiryapti hozir kelayotganda. Aka, bu bola hozir bola o'zida emasda, o'sha miya charchab qolgan bu bolani. Bu oyat kursi o'qib ko'raychi, men yaqinroq kelib ko'ringchi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Brother, men eshitdingda? O'z ushashingiz kerak. Kuchli bo'lishingiz kerak. Bola, yo, hozir tushunyapti, sansa tushunyapti. O'zi ushashingiz kerak. Eshitdingizmi? Agar yaxshi bo'lishni xohlasangiz, o'zi ushang, mahkam bo'ling, yaxshi bo'lishga ishoning. Tushundingizmi? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men variant berdim. Shunaqa qilinglar. Hozir xudo xolasa 45 minutdan keyin efir boshlanadi. Shu efirni ko'rsin, keyin ko'ramiz nima bo'lishini. Bo'ldi, qora aka, rahmat. Nima qiling? Top mayli. Xo'p, rahmat qora aka, sog' bo'ling. Yaxshi qiling. Mana qora aka fikrlarini bildirdi. Endi bizga hozir bitta qayerdandir bir qora aka kelyapti yana hozir. Keldilarmi? Hani ular ham o'qisinlarchi? Hozir aka. O'chib qolar ekan telefonimiz. Hozir aka. 3% qolibdi. Zaratga qani kelgan. Hozir bu bolaga sheyx kelib o'qisa, dori bersangmi, sheyx? Dori bersa, keyin o'qisangiz uxlab qolsa, mana shu yerda qolaveradi. Dori topib. Ha, qaranglar, boshqa nimasi ko'proq odam kirsin menga. Zaryati. Yaxshi, uni aka. Chunki nima qani? Bu malaka aytgandek nima bo'ldi-da aka, bu charchadi. Qorni ochgan, charchagan. Iloji bo'lsa bunga muzdek dush qildirib turib, sheyx o'qisa, dori topib turib, shunday uxlatsa, bola ancha miyalar charchagan bu bola. Chunki bo'ldi, tushunarli. Sizni gapingiz to'g'ri. Prosta mana domla kelsin, o'qisin, ko'raylik, boshqasi kirsin. Domla kelib bo'ldi hozir. O'tirib o'qiradi. Jo'natdi hozir aka. Bo'ldi, o'qisalar, ana qilsin. Sizga qo'shiladigan odam qanaqa qo'shish kerak? Masalan, aytingmi, qaysi nima qo'shilmoqchi bo'lgan kim? Sardor o'g'lim 95. Yozib qo'ying. Apros tashladingizmi? Tashladim.
Yo'q-ku menda Sardor G'ulomov. Yo'q, G'ulomov Sardormi? Yozib oling aka. Bu narsa yozib oling. Zaпрос tashlamadingiz aka menga. Tashladim. Sardor Ben bo'lim. chiqib tashlang. Ha, boshqatdan tashlayman bo'lsam. Zaпрос tashlamadingiz aka menga. Tashladim. Ulandim aka. Ano 3% chiqib ketaversin. Zaryadi 3% qolgan odam. Chiqib olinglar. Zaryad bormas. Men bitta en hozir. Ne? Kim sotgan? Nima? Qori shop kelyapti telefonlar ekan telefonim. Kim shop kelyapti? Uzoqroqdan ko'rsating bizga uzoqroqdan. Nima? Chiqib qo'yadigan. Hop qo'yib, pastga chiqib qo'yib. Nima aytdim Muhammad? Dori, qanaqa dori bo'ladi? Uxlatadigan dori bo'ladi. Yo'q, buni qilmayman. Endi